Assalomu alaykum. Yurtimiz va xorijda bo'layotgan muhim voqealar tafsiloti bilan efirda xabarlar, studiyada Hurmatoy Nurmatova. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Tojikiston tomon Qirg'iziston bilan chegaradagi aniqlanmagan hududga bir vaqtning o'zida ikki qurilishni boshladi. Jalolobodning Jaskechu qishlog'iga elektr yorug'ini olib kelish uchun prezident bergan topshiriq amalga oshmayapti. O'sh shahrida oktyabr oyida ikki yirik qurilish foydalanishga topshiriladi. Turk filmlari haftaligi munosabati bilan O'sh shahriga Turkiyaning kino va seriallar aktyorlari kelishadi. Joriy yilning 14-sentyabr kuni Tojikiston tomon Qirg'iziston bilan chegaradagi aniqlanmagan hududda qurilish ishlarini olib borgan. Aniqlanmagan hududda qurilish ishlarining taqiqlanishi bo'yicha ikki tomonlama shartnoma shartini Tojikiston bajarmayotganidan norozi bo'lgan Patken oblastining mahalliy hukumatı qo'shni o'lkadagi hamkasblar bilan so'zlashuvi samarasiz bo'lmoqda. Tahlilchilar bu masala ikki tomonlama muzokaralar asosida hal qilinishi kerakligini aytishmoqda. Mavzuni hamkasbim davom ettiradi. Mahalliy aholi Tojikiston tomon aniqlanmagan hududga chegara nazorat punktini qurayotganidan norozi bo'ldi. Ko'ktosh qishlog'i yashovchisi Akbar Ali Mamasadikov bu ish yana davom etadigan bo'lsa, aholi so'nggi choralarni ko'rishga majbur bo'lishini ta'kidladi. Post bo'layotgan tajiklarga o'sha yordam beryapti. Rasvor, как положено. O'sha bizga qarab turib, chiqib bir chara ko'rayotamiz. Bizning birliklar вообще qarayapti. Batgan ulasini вообще qizig'i yo'q bo'lib qoldi. Hukumat vakillari mahalliy aholiga yuzlanib tinchlikni saqlab turinglar deya murojaat qildi. Hozircha mahalliy hukumat qo'shni tomon bilan so'zlashuvlar olib bormadi. Алар зам губернаторга чыгып немеканда ал телефонун албай коюп атат. Бирок тажик номер менен сүйлөшкөн кечинде. Ушундай десем, ал значит бул чегара кызматы военныйлар өздөрү чечсин деп ушундай жооп берип, бирок жолугушууга келген жок. Биз дагы кат жолдогонбуз аларга, алардын мыйзамсыз иштери боюнча акимдерге жазган, биздин ыгармыктуу өкүл дагы алардын төрагасына, Согди областынын төрагасына кат жолдогон. Бүгүнкү күндө жооп жок. Qirg'iziston Respublikasi Davlat chegara xizmatining rais o'rinbosari Abdukerim Alimbayev bugungi kunda chegarada qurilishlar xavf yaratgani bilan barcha ishlar kuch tizimlarining nazoratida ekanini ma'lum qildi. Баткен областында Кыргыз-Тажик чегарасы бүгүнкү күндө жалпысынан туруктуу деп санайбыз. Бирок бир заматта өзгөрүп кетиши мүмкүн. Тажик тараптан 2 күн алар шагыл таштарды төрт көчө жергесине ташашып аракет кылышты. Бүгүнкү күндө дагы бир кандайдыр бир жумуштарды жасайбыз деп аракет кылып жатат. Эки элдин ортосунда бүгүнкү күндө чыр-чатак чыгып кетишине эч негиз жок. Mahalliy tahlilchilardan biri Tashtemir Eshaliyev ayni vaqtda qurilayotgan chegara qonuniga to'g'ri kelmasligini aytib, mazkur masala hukumat doirasida hal etiladigan masala ekanini ta'kidladi. Chegara postlarini quruu bul mamlakatlik dengelde chechile turgan postlarda bular. Bul misali O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi, Tojikiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi postlar bul международный ma'nida turgan postlar bo'lib hisoblanadi tag'in. Bular mamlakatlik dengelde, Premier-ministrning dengelinde qaralib, chechiletdi. Anan buga azırtan ile josan bir aile hükümeti, olsan bir gubernator, hakim, oşol postu mayra qo'yishimiz kerak, bu el talab qilib o'tadi degan bu to'g'ri emas. Bundan 10 yil avval Qirg'iziston va Tojikiston hukumat orasida chegaradagi aniqlanmagan hududga qurilish qurmaslik borasida ma'qullashilgan. Biroq kelishuv yuzasidan ikki tomon bir necha marotaba nizolashishga borishgan. Bozor Qo'rg'on rayoniga qarashli Jaskechu qishlog'ida elektr energiyasi yo'q. Hozir 21-asr texnika rivojlangan zamon deganimiz bilan bu imkoniyatlardan yashovchilar foydalana olishmaydi. Mahalliy yashovchilarning yana bir muammosi bu yo'l. Ular bugungi kunga qadar hukumat vakillariga, prezidentga murojaat qilishgan, biroq muammo hal bo'lmagan. Batafsil navbatdagi lavhada. Uluma ko'z svet deb umidimiz. Svet kelsa bizda jarıqlıqda yashasak. Aybubu Baymuratovaning Jaskechu qishlog'ida elektr energiyasiz istiqomat qila boshlaganiga 50 yildan ortdi. Bu vaqt davomida bir necha marta qishloqqa ichimlik suvi va elektr energiyasi olib kelinadi deya va'dalar berishgan. Biroq shu kungacha holat o'zgarishsiz qolgan. Yo'lumizdagi bo'lib qolsa deb umidlanamiz, yo'ldagi bo'lsa ekan deb. O'rib sirqab qolganimizda qiyinchilik, borishga qiyin. Kıştın günü ayrıca kışta dile jetekçiler bizden qaralsa olur. Kıştın günü kıyınçılık, yolumuz tosulub kalat. Orusak da kıyınçılık kıyın.
Davleniyalarыбыз бар, nimeleri var, kampirchallar var, o'riqchanlar var, jashlar var, o'shintib. Elektr energiyasining yo'qligi o'quvchilarni bilim olishi va Sog'liqni saqlash muassasasi hisoblangan FAB faoliyatiga to'g'ridan-to'g'ri o'z salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Sababi o'qituvchilar ham, tibbiyot xodimlari ham elektr bilan ishlaydigan birorta uskunadan foydalanisha olmaydi. O'lka rahbari tomonidan joriy yil raqamlashtirish yili deb e'lon qilinganiga qaramay, mazkur qishloqda raqamlashtirish tugul suv bilan elektr energiyasi ham yo'q. Bizga ayılğa svet bo'lib qolsa, bizning o'quvchilardagi o'sha svetning aynan ko'p kompyuterlarni ishlatuvga Janagda bizning жаңы metodikalik sabaqlarni beruda o'ta qiyinchiliklar tug'dirilib жатат. Shularni qarab bersa, yaxshi bo'ladi ayilga. Bungacha o'lka rahbarining Jalolobod oblastiga qilgan ish safarida mazkur qishloqdagi muammolar bilan tanishib, hukumatga bir qancha topshiriqlar bergan edi. Biroq hukumatning Jalolobod oblastidagi vakili Qiyambek Satibaldiyev ministerliklar Jaskechu qishlog'ini elektr energiyasi bilan ta'minlashda sust muomala qilayotganini ma'lum qildi. Бұл национальный холдинг жетекчилиги шуну баягы күндүн нурунан алынган батареяларды коюп берсе болмок бүгүнгүчө. Жол транспорт министрлиги эң ыңгайлуу, эң арзан шарттарын карап туруп, 3-4 жерде жардырып эле бере турган болсо, бизде дарай карталар бар. Бизден сураса беребиз. Калганын биз ашардык жол менен эле ушул жолду бүтүп салат элек бүгүнкү күнгө чейин. Rayon markazidan 100 chaqirim olisda joylashgan Jaskechu qishlog'ida 150 nafarga yaqin oila istiqomat qiladi. Elektr energiyasini olib kelish va yo'l solish uchun katta miqdorda mablag' zarur. Ta'kidlab o'tsak, mazkur qishloqqa boradigan yo'l oktyabr oyidan bahorgacha yopiq turadi. Bosh prokuratura korrupsiyaga qarshi kurashish maqsadida ochilgan yagona depozit hisobiga 17,182,970 so'm o'tkazdi. Bu haqda muassasaning matbuot xizmati bildirdi. Shu bilan mazkur hisobga o'tkazilgan mablag'ning umumiy miqdori 536,445,462 so'mni tashkil qildi. Ta'kidlab o'tsak, bu hisob 2018-yili prezident Sooronbay Jeenbekov buyrug'i bilan ochilgan. Vitse-premyer-ministr Jenish Razaqov jinoyatlarning umumiy reyestri va moliya davlat xizmati o'rtasida ma'lumot almashish bo'yicha kengash o'tkazdi. Bu haqda hukumat apparatining matbuot xizmati bildirdi. Ta'kidlab o'tsak, terroristik harakatlarni moliyalashga va noqonuniy daromadlarni qonuniylashtirishga, shuningdek ekstremistik harakatlar, ommaviy qirg'in qurollarini tarqatishga qarshi harakat bo'yicha Qirg'iziston Respublikasi qonunlari asosida ma'lumot almashish zarur. Kengash davomida vitse-premyer-ministr Jenish Razaqov hozirda ishlayotgan qonunlarni hisobga olib, o'zaro ma'lumotlarni moliya razvedka davlat xizmatiga berish imkonini yaratgan jinoyatlarning umumiy reyestrining maxsus modulini tuzish masalasini ishlab chiqishni topshirdi. Oktyabr oyida O'sh shahrida 2 yirik qurilish yakunlanib foydalanishga topshiriladi. Ularning biri Qulatov kichik shaharchasidagi alleya bo'lsa, ikkinchisi yangilanayotgan Shakirov ko'chasi. 2400 metr uzunlikdagi ko'cha bu vaqtgacha o'yilib, qizil chiziqdan chiqqan qurilishlar sababli tirbandliklar ko'p bo'lgan. Mahalliy daromadlar hisobidan bajarilayotgan ishlar bilan muxbirimiz tanishtiradi. Asqar Shakirov ko'chasi yo'lni bir tomoniga asfalt to'shalib, ikkinchi qismida yo'lni tekislash ishlari olib borilmoqda. 2400 metr uzunlikdagi ko'cha ta'mirga muhtoj edi. Shu sababli shahar g'aznasidan 48 million so'm ajratilib, remont ishlari iyul oyidan boshlangan. Aldırı travmavka olub bitkönden üstünde iki sloy, aldırgı sloy krupta zedesi de koyat, 7 santimetr men bolat, üstüngüsü sloy stirane de koyat, anzi 5 santimetr olur, merkezden istegi asfalt men basılat. Oşanda o şey 12 santimetr bolat. Qizil chiziqqa chiqqan uylar sababli ko'p tirbandliklar bo'lar edi. Shu sababli noqonuniy qurilgan binolar buzilmoqda. Natijada eni 8 metr bo'lgan ko'cha 12 metrgacha kengaytirildi. Bunga qo'shimcha ikki tomonda ham piyodalar yo'lakchalari quriladigan bo'ldi. Oktyabr oyida foydalanishga topshirilishi kutilmoqda. Ilgarigidan ancha mana yaxshi bo'lib qoldi, yo'llar tegiz bo'lib, trotuarlarni bosilib o'tadi. Ariqlar o'rni olib o'tadi. Ilgaridan ko'ra ancha yaxshi deb yursa. Yaxshi bo'ldi. Ko'rinishi keng, cho'ng, hamma el yaxshi nimada kenglikda yuradi. Burun torili yo'llar. Hozir keng bo'lib, mashinalar ham to'rt qator bo'lib, hali probkalar ham sal yo'q bo'lib qoladi, xudo xolasa. Asfaltlarda darmanli qalin qilib bosib o'tadi, suvlarni sepib o'tadi. Chiroyli bo'lib qoldi. Mana xudo xolasa kichkina qoldi.
Pulatov kichik shaharchasining mazkur qismida avvallari savdo do'konlari tartibsiz joylashgani sababli yashovchilarga noqulaylik yaratar edi. 850 metrni tashkil etgan uchastka endi shaharning eng so'lim joylaridan biri bo'lishi kutilmoqda. Ayni vaqtda qurilish ishlarini oxirgi bosqichga olib borilmoqda. Jami bo'lib mazkur loyiha uchun shahar g'aznasidan 28 million so'm ajratilgan. Shahar kunida foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Бүтүп калса буйрса көрөсүздөр, кичине өзгөчөлүктөр менен аллеяга ошол заман талабына ылайыкташтырылган мындай отургучтар менен, фонтан оргумалар менен болот. Андан тышкары көрктөндүрүү, жашылдандыруу иштери ишке ашат. Автоматташтырылган жанагындай сугаруучу системалар орнотулган ал жерге. Ажатканадагы заманбап салынды. Заманбап дегенибиз ал жерде мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар дагы эске алынган да. Bungacha ham yana 2 alleya homiylar ko'magida solingan, yana bu kabi loyihalar davom etishini shahar hukumati ma'lum qildi. Hilol Ashurova, Nurjamol Barg'abayeva, Qimbat Abdusamatog'li, Intimaq. Xitoy Xalq Respublikasining Pekin shahridagi CCTV telekanali xodimlari Intimaq telekanali bilan tanishdi. Ular telekanalning umumiy ishlash tizimi, dasturlar bo'yicha ma'lumot olishdi. Mehmonlarning aytishicha, Qirg'iziston bilan Xitoy telekanallarining ishlash tizimi bir xil, faqat texnik tomondan biroz farq borligini bildirishdi. Ular bu vaqtgacha Qirg'izistonning Pomir tog'lariga borib, tasvirga olish ishlari bilan shug'ullanishgan. Ayni vaqtda qiziqchi Rahman Raziqov haqida hujjatli filmni tasvirga olishayotganini bildirishdi. Filmning bir qismi bizning kanalda olindi. Shu bilan birga Qirg'izistonning tarixiy joylarini ham suratga olishayotganlarini ma'lum qilishdi. Qirg'izistonga ikkinchi ret tartuv ishlari bilan keldik. Sizlarning telekanal bilan da tanishib oldik. Hozirgi uchurda Rahman Raziqov to'g'ri dokumentaldu film tartib жатабыз. Sebebi bizga al kishini patriot, qarapayım elga yaqin deb aytishgan. Film tayyor bo'lgan so'zsiz turda sizlar bilan bo'lishamiz. Pamir to'g'rilarına barib, al jaqdagi yashovchilarning turmushunda tartib kelganmiz. 也非常专业和职业，都挺好的。 Dasturimizni sport xabarlari bilan davom ettiramiz. O'sh shahrida 1-marta qoidasiz kurash bo'yicha katta masshtabda musobaqa o'tkazildi. Unga umumiy 11 dan ortiq davlatdan 50 ga yaqin sportchi qatnashdi. Mazkur musobaqaga Qirg'iziston nomidan taniqli sportchilar ishtirok etib, 11 kategoriyada 25 uchrashuv o'tkazishdi. Musobaqaning natijalari bilan navbatdagi lavhada tanishasiz. O'sh shahrida 1-marta MMA bo'yicha jahon chempionati tashkil qilinib, umumiy 10 dan ortiq davlatdan 50 ga yaqin sportchilar qatnashdi. Tadbirning maqsadi Qirg'izistonlik sportchilarni jahon arenasiga olib chiqish, sportni rivojlantirish va aholi orasida targ'ib qilish. Bizden chempionlarni albatta chiqarib, valib o'xshab, bizning ko'pdan qirg'iz mushkillarimiz shu UFC'ga kirib, men o'ylayman, o'shunda biz WF uyumda men o'ylayman, bizning eng negizgi maqsadimizni atqaramiz deb o'ylayman. Tashkilotchilarning so'zlariga ko'ra, tashabbus O'sh shahar jismoniy tarbiya va sport qo'mitasi tomonidan ko'tarilib, shahar hukumati va RM sport klubi qo'llovga olgan. Yevropaning eng kuchli boyslari keldi. O'sh shahrida birinchi bo'lib desek yanglishmaymiz. O'zingizlar bo'lganda 20 jalbisidan 50 sportsmen qatnashadi. 25 para bo'y. Aның 5-өсі құр үшін urush bo'ladi. Musobaqada ishtirok etgan sportchilarga ko'ra, bu sport turi o'zgacha uslubni talab qiladi. Shu sababli musobaqada qatnashish uchun yillab tayyorgarlik qilib, o'lka nomini himoya qilish uchun harakat qilishadi. Vatandaşımız Azerbaycan'dan Жақшылы, içinde Жақшылы dağlarından bulursa, bir canıma 2 ay uçta постоянно formada жүрüyoruz. Kendi kulturumuzdan kiyindiler, doktorlar var bu işte. Ukraina в силу! Aleksandr Garshechnik! Chet o'lkadan kelgan sportchilar O'sh shahrida o'tayotgan mazkur musobaqani yuqori darajada o'tayotganini ta'kidlab, qirg'izistonlik sportchilarga baho berishdi. Біздің Қырғызстандық атаңдаштарыбыз абдан күшті жігіттер екен. Абдан баа бердім. Чынында мелде оңой болған жоқ. Ал эми Қырғызстанға келгенде бізді абдан жылуу тосуп алышты. Меймандостукту көрсөтүштү. Баарына ийгилик каалайм. Биз бул беттешке аз убакыт даярданып калдык.
ал үчүн өкүнбөйм. Musobaqada umumiy 25 juft sportchi bellashib, 24 nafar qirg'izistonlik sportchi g'olib bo'ldi. Ularning orasida Abdulla Bekbolot o'g'li chempionlik kamari uchun kurashsa, Mirzamidin Pozilov chempionlik kamarini himoya qildi. Қолымды бинттеп бізді сынып кетпей үшін байланады. Ошондо бекем байлағандықтан қолымнан қан өтпей, қолдарым отек беріп қалды, вообще иштебей қалды. 4 раунд просто характермен иштеп қойдым. Анан болевой. Мен өзімнің базам ал болғандықтан ешқандай қылмыш келген жоқ. Бойды қиыншылықпен ұтам деген басып қойдым, жақсы болды. Бирок жеңіл өтті, жақсы өтті. Ta'kidlab o'tsak, 1991-yil Respublika qoidasiz kurash federatsiyasi tashkil qilinib, 2002-yili milliy sport turi qatori ro'yxatga olingan. 2014-yili unga keng targ'ib qilish uchun jahon statusi berilgan. Shart bo'yicha kamida dunyoning 12 davlatida tashkilotning vakilliklari ochilib, har yili 50 dan ortiq professional va qiziqarli turnirlarni o'tkazishmoqda. Hurmatoy Nurmatova, Mimoza Janibek qizi Musulmonqul Shakirov, Intimaq. Bugun sizlar uchun yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Tuningiz ostida o'tsin. Xayr, omon bo'ling.